Qozonxonani zo'rini ko'rish xohlaysizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib maza qiladigan joy. Lekin Avstriya mahsulotlaridan foydalanganmiz. Balanslovочный kranlar, tupli poldir. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj mansarda. Bu chiller sovutishga ishlaydi. Nasos buqaligini qarang, yaxshi. Bu yog'i tak fanko'l isitishga ishlaydi. Bu tupli polga ishlaydi. Ketyapti tupli polga. Bu yog'i basseyn 100 kilovat so'ralgan, 100 kilovatga nasos ishlayapti. Bu boiler. Katyolni buqaligini qarang, 100 kilovatdan ikkita rezervni ikkita katyol qo'yganmiz. Buni xonadonning egasini o'zi olib bergan. Lekin demoxodlarni ham yorib qo'yilgan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Boiler galmet longs qo'yganmiz. Ko'chadan davleniyada qiynalmasligi uchun. Tak отопление rashbaki, bu sovutishga ishlaydigan rashbak. Har doimgidek BVT filtrlaridan foydalanganmiz. Xonadoningizda shunchalik xarajat qilgansiz, lekin sifatli suv ichmasangiz xafa bo'lib qolamiz. Lekin Germaniya Nestle xijolat. Bu yog'i грубая очистка, повесительный nasos. Endi mana bu yerda drenajniy nasos qilib berganmiz. Nejavika bilan ishlab avariyniy holatlarda ishlaydi и BVTni regeneratsiyasiga ishlaydi. Shunaqa sifatli ish kerak bo'lsa, teplovikka murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa a'lo darajada. Xohlaganingizdan ham chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bu yog'iga baho berib qo'yish sizlardan. Salomat bo'linglar. Teplovik har doim sizlarning xizmatingizda.